Qog'ozbozlik bilan kamroq, biznes bilan esa ko'proq shug'ullanishni xohlaysizmi? Yangi bankda valyuta nazorati bo'yicha hujjatlarni qanday qilib tez yuborish haqida gapirib beramiz. Menyudagi valyuta operatsiyalari bo'limiga kiring. Keyin valyuta nazorati hujjatlarni tanlang. Kerakli hujjat turini tanlang. Ro'yxatdan o'tish uchun yangi shartnoma, joriy shartnoma bo'yicha o'zgarishlar, boshqa hujjatlar. Shaklni to'ldiring. Ro'yxatdan she'rni tanlang yoki qo'lda kiriting. Fayllarni biriktiring va kerak bo'lsa izoh qo'shib qo'ying. Bo'ldi. Hujjatlar to'plami bir tugma bosish orqali bankka yuboriladi. Hujjatingiz darrov hujjatlar bo'limida aks etadi. Unga raqam va holat beriladi. Bankda qayta ishlanyapti, qabul qilindi, rad etildi. Agar hujjat rad etilsa, darhol xatolarni tuzating va qayta o'rinib ko'ring. Bank sizning shartnomangizni qabul qilgandan keyin uni bemalol soya tizimida ro'yxatdan o'tkazishingiz va ishni boshlashingiz mumkin. Hujjatlar to'plami hali to'liq bo'lmasa, barcha ma'lumotlar paydo bo'lguncha so'rovni qoralamaga saqlang. Biznesingiz uchun yanada ko'proq foydali ko'rsatmalarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling. Muvaffaqiyatli bitimlar va unumli kun tilaymiz.